Üç padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. 36. bab. Dianmo'nun Mijinni ahmak qilganligi. Oldidagi sodda jahonning ilmi ta'limini bilmay, o'zininkini rost deydigan bu singlisiga Mifangning qattiq ochiq kelgan edi. Nimandaq ahmoqlik bu? Qarshi tarafning tegi taktini bilmay turibla, oshundaq gapni qilgandikin, rostilla bu jahondagi razilliklarni bilmaganlikda bu. Uchuq chiqqan bema'nilik bu. Uydan o'g'irlik qechib chiqqanni qaytarib etmay bo'pti desam. Mana endi qandoqdir bir Shuchan Begzodi bilan tanishibsiz. Navod u Diammoning odam bo'lib qolsa, nega berib bola aytisiz? Men bo'ldi eskinchi og'a. Qarasam shu Begzodi nihoyat kelishgan, ham iste'dod egasi ekan. Hech bir iflos odamlarga o'xshamaydi. Dedi Mijin raddiya ber. Mifangning ochiqdan qo'llari titrab ketdi. Oxirda yana amalsizlikdan tortdi. Rostilla odamni oromida qo'ymaydigan kasofat. Yanala eng yaxshisi aranj kiyinib oling. Mayli u Shuchanning degani rost bo'lsin yoki yolg'on bo'lsin, lekin Diammoning to'y qilmagani rost. Uning sizga ko'zi tushib qolsa, biz ambalki go'shga o'xshab qolamiz. Bu ishdan Mijinni qo'rqatdi. Shunga yuvashlik bilan beshini langshitib, o'zining hujrasiga kiyim almashtirg'ili kirib ketdi. Mifangning oldiga qaytib kelganida, u uchisiga aranchi kiyim kiyib olgan bo'lib, uzun sochlarini yo'shirish uchun beshiga bo'k kiyib olgan edi. Eskinchi og'a qandoq bo'ptimi? Bu ahvolni ko'rib, Mifang sal xotirjam bo'ldi. Har qancha bo'lsa-mu, bu yangi bir qaytim kelib, singlisini bervasi bo'lmaydi. Bundaq bo'lsa, Shujuga qaytgandan keyin Liu Beyga qandoq javob qiladi? Miju Liu Beyning qo'dilishish talabiga qayta ma'qul bo'lib bo'lgan tursa, İkinci begim, keldi. Diyen müşavir geldi. Hazır üstüge çıkmadı. rostilla kepti-da. Top to'g'ri 8 kun saqlatib, oxiri kepti. Bir chetda turgan Mijin takabburlik bilan beshini ko'tarib edi, oqquninkidek oppoq bo'yni ko'rindi. Xuddi shu Begzodi meni oldimaydi deyotgandek ko'rinadi. Ancha uzun o'tmay, Mi jamiyatining qo'riqchisi Dianmoni uy ichiga boshlab kirdi. Mifang oldirab kelganicha salom berdi. Kamini Mifangdan Dian mushavirga salom. Ammo bir yonda turgan Mijin butunlay dong etib turib qoldi. U angvaqqan holda Dianmoga qarab, ko'zlari chakchiyib, bir egizmi gap qila olmay qoldi. Diammo degan sizmi? Dianmo uningga bir qarab qo'yib, ko'nglida so'g'uq kuldi. Yaxshi-ku, texi mening oldimda aranj kiyinibsiz-da. Agar u hangga qilib qolmagan bo'lsa, balkim ko'z bo'yab o'tib ketishi mumkin edi. Beadab. Dian mushavirning ismini bevos chaqirsangiz qandoq bo'ladi? Darhol afu so'rang. Dian mushavir, ayibga buyurmag'aysiz. Bu yoq inim Mijin bo'ladi. Qoida usullarni bilib ketmaydi. Ayibga buyurmang. Mifang cho'chiginicha oldirab tushuntirdi. Hozir Dianmoning o'rnida hech qanday mansab martabasi yo'q bo'lib, mushavir deganimi sov bargohidagi bir nom edi xolos. Lekin Mifang bu yerda ko'z oldidagi bu odamning bir odamning ostida, tuman odamning ustida turadiganligini, Mi jamiyatidagilar shig'i tagsa bo'lmaydiganligini obdan biladi. Kamina, beqirdin Dian mushavirga salom. Oxiri esini topgan Mijin oldirab salom berdi. Asli bu ablah Diammo shukanda. Haqiqatan g'arizni bilgili bo'lmaydigan ablah ekan. Tex salaytini yushirib, o'zini qandoqdir bir Shuchvan deb ketganini rostila iplasgan. Chatoq bo'ldi. Tunugili tex uning oldida uni toza bir tillab ekanman. Agar u odava saqlaydigan bo'lsa, qandoq qilaman? Meningcha hech ish bo'lmaydi. Men boshqacha yasinib oldim. Vaqt kelganda u so'rab qolsa, ixro qilmay tinmasamla bo'lmadimi? Dianmo qo'lini pulanglatib, ikkalanga tuzut qilmaslikka ishorat qildi. O'rnidan turgan Mifang Dianmoni amdili o'ldirishga taklif qilay deb turishiga, ammo u chaqqan chiqdi. Mi xo'jayin, bir ishda sizdan ta'lim olay degandim. Ta'lim olay deganingiz nimasi? Mushavir, qandoq ish bo'lsa davering. Fiqir butun kuchim bilan beja keltiraman. Mifang savdo sohasidagi qiyri qaqbosh bo'lg'ashqa, gap qilganda hech nimani chondurmaydi. Dianmo avval uningga bir qarab etib, ondan burilib Mijinga qarab, chiroyini o'zgartmay turib mundaq dedi. Mening Shuchan ismli bir do'stim bordi. Uning deyishicha, Mijin ismli bir qiz o'zini sizning singlingiz deb yuribdi.
Manga bakroq fikri bor o'xshaydi. Bo'lmasa, uni chaqirib chiqamsiz ekan. Bu gapni anglab, Mifanga titrak o'lashgan bo'lsa-mu, elimi yaxshi singlimning kiyimini almashtirg'izib yetibdikanman deb ko'nglida xush bo'ldi. Mijinmo yoshirincha kulib, ko'nglida kam kuchsiz ish bo'pti-da deb o'yladi. Ha? Shundoq ish bormikan? Diyen mushavir, uqishmaslik bo'lgan o'xshaydi. Singlimning ismi haqiqatan Mijin, lekin u hozir Jushan noyisida. Fikr bilan bilib Puyanga kelgani yo'q. Shundoq, singlimizning kelgisi bor edi, biroq cho'ng og'am unimidi. Dedi Mijin oldirab gap qistirib. Og'i singli ikkinglar bak moslashidi ekansizlar, ha? Sal turib yig'lab qolmasanglar mayli-ku. Diyenmo chiroyini o'zgartmasdan Mijinning oldiga kelib, uningga zan selib qarab, bir hozodin keyin gap qildi. Men inam, siz yurtimdagi inimga bak o'xshaydi ekansiz. Siz bilan ko'rishib, uzundan beri ko'rishmagan inim bilan qayta ko'rishgandek his qilyapman. Agar egri olmasangiz, sizni ini tutsam, qanday deysiz? Bu gapni anglab, Mifang xushalliqida qoshlarini uchirg'inicha to'xtamasdan beshini limishitib mundoq dedi. Yaxshi. Bu inimning sharifi. Faqat Diyenmo bilan munosabatni yaxshilab olsa, sodida kelishalmasimi, lekin Jushan nohiyasiga tinch omon qayta olaydi. Ahmaq qilingan Mijin garchi ancha xolab ketmasimi, lekin ikkinchi og'isining to'xtamay sharat qilishi bilan moslashgan holda javob berdi. Rostimni aytsam, mendami shundoq tuyg'u bo'lyotidi. Obdan inam. Diyenmo borgan peti uni quchoqlab oldi. Qizlarni quchoqlab turgandagi tuyg'u haqiqatan yaxshi edi. Kuchlik, xushhid, minisiga chiqqan Diyenmo o'zini yo'qotib qo'ydi. Diyenmo huzurlanib oldi. Lekin to'yiqsizlik yuz bergan bu ish mi jamiyatidagi og'iz singillarni qaymoqtirib etdi. Bo'libmi Mijin 3 ahkam, 5 axloq ta'kidlanadigan bu kunlarda quchoqlashish emas, qo'lining tegib ketishimi uyat ish hisoblanadi. U qo'rqqanidan titrab ketgan bo'lsa-mu, lekin Diyenmoni ishtirib etishga petin olmadi. Top to'liq bir choy qaynag'uchilik vaqtda Diyenmo ondan qiyolmagan holda Mijinni qo'yib berdi. Ondan Shiraning yiniga berib, liq 2 piyola choy quygandan keyin mundoq dedi. Keling, obdan inam. Sizga choyni sharab o'rnida tutay. Og'ayni ishkimizning do'stligi abadil abad davomlashqay. Mijinning qo'shimisi turib ketgan bo'lsa-mu, lekin yanada yuvashlik bilan choyni oldi. Choyni sunayotgan chog'da Diyenmoning qo'lidagi choy ehtiyotsizlikdan to'kilib ketib, Mijinning usti beshini ho'l qilib etdi. Oy, kechiring. Qaramamsiz bu kalampayliqimni. Keling, men surtib qo'yay. Mug'ambarlik bilan kulib turgan Diyenmo astoydillik bilan choy to'kilib ketgan kiyimni surtishga boshladi. Mijin hangviqib turib qoldi. Qosh teshidek oq suzuk yuzlari hash-bash degicha pishqon olmadak qizirib ketdi. Siz Mijinning chakchaygan ko'zlari yoshga to'lib, tillamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, tilli olmadi. Bir haza surtgandan keyin Diyenmo rozi bo'lgan holda Mifanga qaradi. Inimning ko'krak muskuli rostilla cho'nkan juma. Chedag'ochilikka qolmagan Mijin chirqirg'inicha qechib chiqib ketdi. O'xshashla qo'rqqanidan chiroyida qon qolmagan Mifangmi darhol tushuntirdi. Hech qisi yo'q. U kiyim almashtirib chiqib ketdi. Kiyim almashtirib bo'lib kirdi. Kiyim almashtiramda. Hech qisi yo'q. Undaqda ikkimiz o'ltirib, yaxshiroq paranglashaylik. Diyenmo qo'lida qolgan xushhidni purab, masxush bo'lib ketdi. Siz javoyni makka azroq o'zimni ko'zitib qo'ymasam, insonlarning naqadar razilligini bilmay qoldiksiz. Ma'qul. Mushavir, qani o'ltiring. Qani sizlar choy keltiringlar. Oxiri asosiy temaga ko'chganligini ko'rgan Mifang Diyenmoni o'ltirishga taklif qilib, xizmatkorlarini tovladi. Bo'ldi. Mijinni ahmaq qilib bo'ldi. Endi navbat Mifanga keldi. Lyubinning o'sha abjaq kemisiga chiqqandikan, rostalla kallasiga so'kirib ketibdi.